Bugun Yevropa gazda Shavjida Jak, Havali, Malta, Cobalt, Damas, Toshkentdan bir tarafda ham Damas, Shavjida. Kelaverasizlar, nasib bo'lsa. Sizlarni Ulug'bek. Chiroyli qilib, akkuratni qilib qo'yib beramiz. Akkuratni qilib, 60 bittaliklardan chiroyli qilib sifatli qilib qo'yib beramiz. Aynan zapchastlar bilan albatta. Sontalik metan, Damas 65 talik, bu tarafda. Assalomu alaykum qadrdonlarimiz. Habib bo'lishiga qarab ishimiz avjida. Bitta ko'rib turganingizdek Captiva mashinamiz, ikkita Shinari mashinamizga Yevropa gazida metan qo'yilyapti. Bu tarafda 10X mashinamiz, yana 10X mashinamiz. Spark mashinamiz. Bu tarafda Meksika, Qashqadaryodan kelgan Toshkentga kelgan Sparkimiz, yana bitta Spark Toshkentga kelgan. Shinari, Kia Sonet. Shunday avjida ko'rib turganingizdek bunda har qanday sifatli mashina qo'yib beryapmiz. Meksika metan 3-pakaliniya qo'yilyapti. Siz mumkin bir olti martabimizga va Matiz mashinamiz paraban qo'yilyapti. Bu tarafda esa Shinari mashina ikkita, Shinari T30 Magnetic orqasi qo'yilyapti. Bu tarafda esa Kia Sonet mashinamiz paraban qo'yilyapti. Italianskiy Nordic redaktorlari bilan yangi esa Dual Jet Yevropa gazida Qaysidan elektroga qo'yilyapti. Orqa qismiga esa qo'yib beryapmiz. Xudo xohlasa Shavjida kelaverasizlar. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, chiroyli qilib kelishtirib, yaxshi zapchastlar qo'yib beramiz. Aynan zapchastlar bilan Onamiz Yevropa gaz joylashgan, ya'ni katta yo'lga kelganingizda razvodga olasiz, razvodni shuni o'ngga burib shu tarafdan kelasizlar. Surxondaryo, Qashqadaryodan ketganda shunday razvod o'ng tarafdan o'tib olasizlar. Bizning joy Yevropa gazda. Kelaverasizlar, mana shu ko'prikdan o'tib kelasizlar. Assalomu alaykum. Qadri baland qadrdonlarimiz, bizlar kuzatib boruvchi obunachilarimiz. Xudo xolasa ishni boshlab oldik. Navbatdagi Cherry 7 Pro mashinamiz Jizzax shahridan, Cobalt mashinamiz Qashqadaryodan, bitta Spark Toshkent viloyatidan, bitta Lacetti, bitta yana bitta Tracker mashinamiz qo'yilyapti. Bu Tracker mashinamizga 90 talik metan yaxshi zapchastlar bilan zapaska chiqargan holda qilib beryapmiz. Akkuratni qilib, mana Vikol balonlarni, yangi balonlarni zapaska chiqishini bo'ladi, bemalol chiqadigan variantda qilib beryapmiz. Xudo xolasa bu tarafda old qismiga 4-pakelikni mana zapchastlar bilan chiroyli qilib beryapmiz. Bu tarafda Lacetti mashinamiz 48 metan qo'yilyapti. Spark mashinasi kampir ishlari, Cobalt mashinamiz ham kampir ishlarini olib borilyapti. Xudosi biz ishda boshlab olganmiz. Yevropa gazi bizning joyimiz. Bemalol kelasizlar, sizlarga sifatli qilib, chiroyli qilib kelasizlar, hosil qilib beramiz. Sizlar bilan Ulug'bek bo'ldi. Yo'l bo'yida kelganingizda o'ng tarafda shu Yevropa gaz zaynasi bor. Mana shu yerda sizlar bilan Ulug'bek bo'ldi. Bu videoni metan va propan qo'ymoqchi bo'lgan akalarga jo'natib qo'yamiz.